Mana Antep bizden Granitsa'da üydün aldıda soldatlar gelişti başladı. Talpa olup. Endi dağı boy bola oxşaydı. Bularga şol kerek oxşaydı. Mana men agarotumda avtomat menen neme menen жүрүшөт. Bunday nemeni kimler karaydı, kim hazır yönetemin karay turganlar karaydı. Mana avtomat menen, soldatı menen Xudo xolasa deb boshtaladi o'xshaydi beylam urush. Shuni qolashibdi o'xshaydi. Dog'i sayinishni boshlashibdir. Ananda nimalari menen kelgile. Mana avtomat menen Qirg'iziston territoriyasida avtomat menen yurganga ruxsat bormi, yo'qmi? Zakon bormi? Ananda kattalar o'xshaydi. Yaxshimi? Qanday chiqibsizlar? Qachonasizmi? Charchagan, qo'l tegib qoldi-yu. Ismingiz nima edi aka? Ha? Ismingiz nima? Hozir ismim Nuriddin. Nuriddin aka, meni taniysiz-a? Ha. Hamanglar tanıyım, ko'raverib. Men o'chirib turing, hozir gaplashib olaylik. Ha, gaplayver. Ol menga kerak dokumentga. Hayır, gaplashib olaylik, hozir tushunasiz. Hozir. Turamiz, gaplashib olaylik. Men sizga bir tushuntirayin. Tushundirar. Men hozir buni ana nimalarga jo'nataman-da. Ha, jo'nataverasiz, hozir bir gaplashib olaylik, keyin bemalol tushuntirasiz. Hozir ana kelyapti, sizlar. Aha.